Xitoyning bostirishlardan oddiy tijoratchilarni chetga qolmadi. Xitoy bu yil 5-oydan boshlab ayollarning yog'liq otishini cheklagan edi. 9-oydan boshlab yog'liq sotgan yoki Uyg'urlarning milliy madaniyatini aks ettiradigan san'at buyumlarini sotadigan savdogarlarni diniy asabiy yoki terrorchilarga sharoit hozirlab bergan degan tuhmat bilan turmaga qamagan. Xitoyning rahimsiz bostirishlari non qiyinchiligini keltirib chiqargan. Xitoy yezilardan kelgan navoiylarni yurtiga haydash yoki ularni turma, tarbiyalash o'rinlariga qamagan bo'lib, odatda shahar, nohiyalarda yezilardan kelgan navoiy ustalar navoiylik qiladigan bo'g'ashqa shahar, nohiyalarda non bo'lmaslik hodisasi kelib chiqqan. Shahar aholilari bo'lsa, duxovkada non pishirib yeyishga majbur bo'lgan. Hong Kong fuqarolari Xitoyga qarshi namoyish qildi. Hong Kong fuqarolari Hong Kong hukumatining ma'rif sohasida Xitoy Kommunistik partiyasiga agishib, yangi yillik tarix darsligini o'zgartish tadbirini Xitoyning Ming Yush harakatiga moslashganlik deb qarshi turdi. Turkiya Misrdagi jome hujumi sababli bir kunlik motam e'lon qildi. Turkiyada Misrdagi Al-Ravda jamoasiga qilingan terrorlik hujumida jinidan ayrilganlarga ta'ziya bildirish yuzidan bir kunlik milliy motam e'lon qilgan bo'lib, 27 noyabr kechgacha davlat o'rinlari va chet eldagi diplomatik organlardagi bayroqlar yerim chiqiriladi ekan. Shvetsiya Demokratchilar partiyasining parlament a'zosi musulmonlarga haqorat qilgan. Shvetsiya Demokratchilar partiyasi parlament a'zosi Martin Sitrid musulmonlarni 100% odam degili bo'lmaydi deb haqorat qilgan. Sitridning musulmonlarni haqoratlaydigan so'zlari qattiq norozilikka duch kelgan bo'lib, Nurkopik shahrida yashayotgan musulmonlar Sitridning millatlar orasida nafrat va o'chmanlikni targ'ib qilganligini bildirib, uning ustidan sudga arz qilgan. Pakiston bexatarlik tarmoqlari namoyishchilarga zo'rliq kuch ishlatishni to'xtatdi. Pakiston xalqi Pakistonning amaldan qoldirilgan saylam qonuniga o'zgartish kirgizganligiga norozilik bildirib, poytaxt Islomobod bilan Rawalpindi shahri atrofidagi Fayzobod ko'riki atrofidagi yo'llarda o'ltirib olganligi, namoyish qilguvchilarning ko'pinchisining Labbayk ya Rasululloh harakatining a'zolari ekanligini bilgandan keyin ularga zo'rliq kuch ishlatishni to'xtatgan. Islom armiyasi qurish tashabbusiga qo'shilgan davlatlar Riyodga to'plandi. Saudiya Arabiston taxt varisi shahzodasi Muhammad bin Salmanning tashabbusi bilan kirzchilarning ko'langisi ostida qolgan yig'inga Islom armiyasi planiga qatnashgan 41 davlatning mudofaa ministrlari ishtirok qiladi ekan.